O'zbekistonda tomga suv yangiligi. Buni zo'r tomoni do'stlar, oddiy suvni olasizlar, olib turib, mana yoqqa qarab yurasizlar, seg'ani ketmasin. Akamiz bilan sekin birga yurasizlar, suvni olamiz. Olib turib akamiz shunday to'kib bergan bo'ladilar. Shunda olib bitta qo'yamiz. Qo'yishdan oldin bitta qarasizlar, sementni qo'yamiz. Akamiz maxsus apparat bor. Shunda olaladida shipiliqqatib bitta tiqaladi. Tiqanlardan keyin bitta ezadi, ezganlardan keyin aylanadi. Aylangandan keyin bu nima desalar, ya'ni tomga pena lombos xizmati bo'ladi. Bitta to'kishadi, to'kishgandan keyin do'stlar changi ketadi, ya'ni 8 minutdan keyin qurib qoladi. Qurigandan keyin do'stlar 3 kun kutasizlar, 3 kun kutganlaringdan keyin mana bunday holatda qattiq bo'ladi, tevasida bemalol yursalar ham bo'laveradi. Buni qalinligi 5-7 sm bo'ladi, lekin yozda issig'idan, qishda sovuqdan saqlaydigan bo'ladi. Eng qizig'i maza qilib ishlatsalar ham bo'laveradi. Loy lombozdan farqi tomlangan nagruzka tushmaydi. Eng qizig'i bundan ham, ya'ni yuqoriroq, qalinroqda qilib beramiz deyapti. Ular kelishli holatda bo'ladi. 1 kvadrat metrning narxiga keladigan bo'lsak, 35 ming so'm bu narxlarni işte usta haqqi, ya'ni pena lombos mahsulotini hamma yo'g'ini o'z ichiga oladi. Bu birinchi qavatlarga bo'ladi. Yuqori qavatlarga ham qilib berishar ekan, ular kelishli holatda ekan. Vodiy bo'ladi shunaqa narxlar, vodiydan tashqari kelishli holatda. Zakaz berish uchun pastdagi nomerlarga aloqa qilib ko'rasizlar.